Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun bemorimizga javob beryapmiz. Kecha mikroteziya operatsiyasini o'tkazdik. Bemorimiz bizga azospermiya urug' soni foizi 0, ya'ni bepushtlikning eng og'ir varianti bilan murojaat qilib kelgan. 7 yildan beri bemorimiz juda ham ko'p davolanishlar olgan, lecheniyalar olgan, lekin foyda bermagan. Bizga kelganda analizlarni tekshirdik, ko'rdik va mikroteziya operatsiyasiga tayyorladik. Xudoga shukr, kecha mikroteziya operatsiyasida eko uchun yaroqli juda ham yaxshi urug'lar topildi. Endi shu bemorimiz ham Xudo xolasa farzandli bo'lish baxtiga ega bo'ladilar. Bemorimizda o'sha bu kasallikka uchrashiga sabab yoshligida, demak, tug'ma kriptorxizm, ya'ni moyak xaltasiga tushmagan tug'ilgan payt va oradan 18 yil o'tgandan keyin, ya'ni 18 yoshida buni operatsiya qilib tushirishgan. Shuni hisobiga moyaklar rivojlanmay qolgan, hajmi normadan ko'ra juda ham kichik. 5-6 barobar kichik. O'ng tomoni 3 kub, chap tomoni 4 kub. Gormonlar ham juda ham yaxshi emas. Gormonal holati ham yaxshi emas. Ko'pchilik doktorlar agar bu analizlarni ko'rsa, sizdan urug' chiqmaydi, sizdan farzand bo'lmaydi, farzand asrab oling degan xulosalarni ham berishadi, lekin unaqa emas. Mikroteziya operatsiyasida xudoga shu urug'lar topildi. Xudo xolasa shu bemorimiz ham endi farzandli bo'ladi. O'zlaridan ham fikrlarni eshitasizlar. Shu kungacha nima qilgan, qanaqa davolanishlar olgan, shularni aytib o'tishadi. Avvalambor assalomu alaykum. Men To'g'ri akam gaplariga qo'shimcha qilib qo'ymoqchi edim. Shu paytgacha nechta doktorga borgan bo'lsam, menga analizlarimni ko'rishib, xuddi shu gap, ya'ni siz farzandli bo'la olmaysiz degan hukmda o'qishgan. Xudoga shukr, mana shu doktorlar ushbu amaliyotni o'rganib kelishgan ekan. Xudo umrlariga baraka bersin. Ushbu kasallikdan menga osilgan bu tamg'adan qutqarishdi. Alhamdulillah, urug'lar ham topilibdi. Umidsizlikka tushmanglar deb aytib qolaman sizlarga ham, chunki meni ham kasalligim eng og'ir turlaridan biri hisoblanadi. Men bu bo'yicha ham ko'p o'qiganman. Shu oilani tinchlik uchun, farovonlik uchun, turmushdan yaxshi davom etish uchun ushbu amaliyotda tez va sifatli bajaradigan doktorlarga murojaat qilishlaringni so'rab qolaman, vaqtlaringni o'tkazmasdan. Rahmat. Operatsiya haqida ham ozgina ma'lumot berasiz. Operatsiyada og'riq bo'ldimi yoki operatsiyadan keyin mana og'riqlar bormi, yo'qmi? Ko'pchilik operatsiya qildirsak og'riq bo'ladi, u degan tasavvurlar ham bor-da, o'shani ham bir aytib o'tsangiz. Yo'q, operatsiyada hech qanaqa og'riq bo'lmadi, xudoga shukr. Undan keyin ham bo'lgani yo'q, hech qanaqa asorat ham bo'lgani yo'q. Mukammal tarzda amalga oshirildi. Yana shuni qo'shib o'tmoqchi edimki, operatsiyadan keyingi og'riqlar bu bizni birinchi darajali kasalligimiz oldida deyarli ijtimoiy hisoblanmaydi. Avval prioritet bo'lgan narsalar, ya'ni birinchi o'rinda bola uchun nima kerak bo'lsa, hammasini qilish kerak. Og'riqlar ikkinchi darajali hisoblanadi. Ular o'tib ketadigan narsa, vaqtinchalik tranzit narsa hisoblanadi. Shuning uchun bunaqa narsalardan qo'rqmasdan, immuniy mikroskop bilan bo'ladigan operatsiyalar uchun og'riq keltirib chiqarmaydi deb o'ylayman, chunki o'zimda ham boshimdan o'tkazdim, bo'lmadi ham, Xudoga shukr. Tavsiya qilaman sizlarga shuni. Kimda shunaqa bepushtlik muammolari bo'lsa, bepushtlikning qanaqa turi bo'lishidan qat'iy nazar, juda ham og'ir turi bo'lsa ham bemalol murojaat qilinglar, Xudo xolasa sizlarga eng so'nggi metod bo'yicha yordam beramiz.